Ta'limda KPI tizimini qurishning siz bilmagan 3 ta yo'li. Birinchi yo'li KPI ni xodimlar bilan birga tuzing. Ko'p joylarda rahbarlar KPI ni o'zi tuzadi va xodimlar ijrochi bo'lib qoladi xolos. Agar KPI ni xodim bilan birga tuzsangiz, xodim o'z maqsadini belgilashda o'zim ishtirok etdim deydi va mas'uliyatni ko'proq his qilishni boshlaydi va KPI zo'r ishlaydi. Ikkinchi yo'li raqam emas, sifatni belgilang. Ya'ni KPI da bugun 100 ta mijozga xizmat ko'rsatish emas, balkim 90% mijozdan ijobiy fikr olishni KPI ga qo'shing. Bunda siz nafaqat raqamni, balkim sifatni ham ushladingiz. Uchinchi yo'li KPI ni o'yin orqali kuzating. Ya'ni har oy eng zo'r natija ko'rsatgan xodimingizni boshqa xodimlar orasidan maqtang, sovg'a bering, bonuslar qo'ying. Bu boshqa xodimlar orasida ijobiy atmosferani rivojlantiradi va motivatsiyani oshiradi. Ta'limda tizimlashtirish haqida infolarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.